Hürmetli obunachilarimiz, şifremizi başladık esa Xudo xolasa. Manzil Ismoilishonda. Kerbekdagi Yahyobek ukamizning şifrini başladık. Sharoitlari qarang, mana sharoit. Ustidan mavolatlar qo'yilgan, ishini sharoitlar bo'lsa, bu ishi zo'r bo'ladi-da. Mana qarang. Polnisti uro'yinda penoblokning ustidan mavolatlar sezma poyeza dahshatli uro'yin olib, 15 cm joy ham bor, 12 cm joy ham bor. Qurilgan. Xudo xolasa, buni ebitdan keyin boshladik, o'zini uji tortib boshladik. Materiallarni ko'ramiz. 11lik yog'ochimiz Ruskiy lesdan 190 ming so'mdan olindi. 11lik eslatib o'tamiz, xudo xolasa. Straplarimiz baquvvatligini ham 65 ming so'm. 11 cm, 3,5 cm bo'lishi qaytib bo'lgan uji. Xudo xolasa. Liniyasini baho beramiz. Yo'l hammasi bir chiziqda. Tengdan ham chekadorlar, ustidan ham chekadorlar. Joyimiz razmeri 23,10 cm, 12,5 metr. Yan tarafına rim kanallar qo'yilgan. Rim kanallarga qarang. Oltidan stoyga qo'yilgan. Üstlerine xudo xolasa 14lik yog'ochini qo'yamizdan, ustidan svarkasini urib tashlaymiz. Teylarni ustalar barakat topsin. Teylarni stashga turibdilar. Bu stashkalar ham xudo xolasa ertaga reklama etib o'tamiz, xudo bersa. Ko'rib turganlaringizdek, oyoq teylari penoblok. Dim ajoyib ravishda akkuratni dim zo'r bo'lgan. Kattaligini umuman gap yo'q. Hem arzon hem sifatli. Xudo xolasa. Bizlarga kuzatishda davom eting. Zo'rlanib ko'p boramiz, xudo xolasa. Sog' olun, salomat olun. Kimda savol bo'lsa, kommentariyada yozib o'tasizlar. Buni materiallarini uygalarni o'zlari olib berdi. Agar yo'q, men maydondaman, sana qaraydigan odamimiz yo'q desangizlar, 1 kvadratini 150 ming so'mdan barcha xizmati ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Faqat naqdlar ishlab beramiz unda. Hamma narsasi o'zimizdan bo'lsa. Xudo xolasa ko'rib kuzatib borasizlar. Yan tarafına naviskad lekin bu. Joyimiz resmi katta bo'ladi. Yan tarafından 5 metr naviskad. Bugungi kunimiz ham batdi, xudo xolasa.